Salom do'stlar, sizlar bilan Zero Minecraft va biz bugun sizlarga 600 ta bo'lakamiz va biz sizlarga hozir men sizlarga mana bu asraxalarni o'tgan videoda 500 ta bo'lgan videoda men sizlarga ko'rsatganday aytganday va'da mana o'sha videoda hozir asraxalaringni qanday o'rgataman. Bizga eng kerak bo'lgan narsa mana bu. Hozircha bizga mana da 4-inchisi protection kerak bo'ladi. Keyin mana da Txons 3 mana bosib turibman. Txons 3 keyin eng pastda mana ikkinchisida 11 bo'ladi. O'sha 11 ni olasizlar. O'zimizning bo'ladi. Nomlari o'zlari. Hammasi qo'shib olasiz. Amalda ko'p o'tirmasliklaring. Keyin yana narsa. Masalan mana bunday bo'lsa sizlar qilichda sehrlashda bunday qilasizlarda keyin qo'ygandan keyin bo'lmasa anaqa bunday yozib qilyapsiz. Lekin bu bitta ham foydasi yo'q. Ko'rasizlarmi? Men hozir qilaman. Bu foydasi bor. Bu qilichga qo'yiladigan smit kassalar ko'rsatgan. Mana Rex bu bosh kiyimga qo'yadi va bu qilichga qo'yadi. Ko'rasizlar? Men bunga qo'yganda mana qarang. Mana yashilda XP Ghost 4-tur ko'rasizlar? U qilichning uruni emas. U shunchaki sizlardan necha XP tortib oladi. Sizlarga foyda qiladi. Shu xolos. Men sizlarga hozir yaramayman. Mana da birinchi ketasizlar va eng oxirida Feather Fan turibdi. Pastga tushganda mana da birinchisidan pastga 3 ta tushsanglar, bunday yurib ketaverasizlar. Mana da Depth Strider degani bor. O'shani olasiz. Almashtiramiz. Adashib ketmasin. Buni olamiz. Ana bizda bitta sehrlash anasi bor. Hozir bunga e'tibor bermaysiz. Va yana bittasi. Boyaga Respiration olamiz. Va o'shani oldi ketaversak, mana da Aqua Infinity turadi. O'shani ham qo'shamiz. Bittasini olamiz. Qo'shamiz. Mana xuddi bunday qo'yadi. Masalan mana buni qo'shyapti. Rotationning boshqasi. Mana qo'shyapsiz. Mana da 33 turibdi. Agarda mana shu uron bo'lganda kitob 33 uron bermasa kerak. Xuddi shunday. Qaysidir kerak to'xtaydi. Bilmayapman. Mana ikkitani oldim. Aralashtiruv, Corners, Protection va ana bo'lmaydi. 11 faqat mana shu ishtonlar qoladi.
Boshqa sehrlar bunga bo'lmaydi, tushundingmi? Va bo'ldi bizda full bor. Bu eng kuchli armor. Eng kuchli armor. Meni Minecraft'imda. Agar siz ham shunday bo'lsanglar, men aytganimdek. Menga ma'lum yo'qlang nomeradi. Ana endi qilishlarni ham o'rgataman. Bularni o'rgatib, bularni ham to'liq o'rgatib olishim kerak. Xohlasanglar men buni ham o'rgataman. Buni ham o'rgataman. Full sehrlaydigan narsa. Hozircha bu qaychi. Bunday qilamiz, pastga tushamiz. Buyoqda effektivness 5 ta qildiramiz, mana quvvat turadi. Keyin umrlikini olamiz. Faqat mana shu ikkalasi qo'yiladi. Va mana boltani olamiz, bu yoqqa kiramiz. Effektivness, umrlikin. Ikkita chiqarib qo'ysak bo'ladi. Sharpness 5. Bo'ldi. Endi ketmon. Bunga faqat umrlikin yoki effektivness baribir. To'xtanglar, effektivness bo'ladimi? Bo'lmasa anaga qo'llab olamiz. Va bo'ldi, bunga faqat umrlikin. Kech bo'lyapti, yorib qo'yaylik. Bu juda ham qisqa qilishim. Bu yoqdan shirik tovushni oldik. Qo'shdik. Endi qilish eng muhimi. Chunki bedrock Minecraftda eng ko'p o'rin oladigan narsa mana shu. Sharpness 5. Smither'dan Sharpness 5 yo'q. Lekin Sharpness 5'dan qilamiz. Smither faqat moblarga. Sharpness esa animallarga ham bo'ladi. Boshqalar. Sharpness Liboy. Fortune. Nomiga qarab qo'yinglar. Men bularni yoddan bilaman. Videoni to'xtatib qo'ysanglar. Kim edi? Jofakmidi? Kimdir shu. Bilmaydi. Ana yashil narsani uron deb o'ylaydi. Hozir mana chiqqanda 3-4 o'shani uron deb o'ylaydi.